Mana bu video обращением, iltimosim. Ba'zi bir menga podarka ko'rib turib, yechinish taklif qilayotgan donatorlarga, hurmatli akalar, meni yechinganimni ko'rib nima qilasizlar? Bu dunyoda hamma narsani javobi bor. Qilib turgan ishlaringni ham to'rsin pul ko'rib turib, meni o'zingni, vatandoshingni sharmanda qilish yoki bir yaxni ko'rish senga nima beradi? Nima kayf beradi? Qanchiqlar. Men to'g'risi ko'nglim, yuragim juda ham og'riydi. Menga shunday taklif bilan kelganlaringdan-da, nimaga bitta bechorani ustidan kulyapsizlarmi bilmayman yoki izzatsiya qilyapsizlarmi? Qiynalganligimdan foydalanmoqchimisizlar yoki-da aytishadi-ku, yiqilgan insonni tushgani do'sti bo'lmaydi deb. Menga do'stlik qilmanglar, menga akalik qilmanglar. Qo'llaringdan kelmayaptimi yaxshilik qilish, yomonlik ham qilmanglar. Men qalbim og'riydi, rostdan qalbim shunchalik og'riydiki, meni mana shunaqa vaziyatlarimda odamlardan kelgan takliflar kimligini, nimaligini aytishim shart emas, prosta dilim og'riydi. Qaytib bunaqa taklifni menga berasizlar aka. Iltimos qilaman, bunaqa taklif bilan qaytib qilmanglar menga. Xalqim, erkaklar, akalarim, hamma bittangni akang deganman, ukang deganman. Kerak emas bunaqa takliflar. O'zlaringni asranglar.